Bolalarni umuman oyog'iga qo'yish mumkin emas. 1 oylikkacha bo'lgan bolalarni faqat vrach oyog'iga qo'yishi mumkin, shunda ham avtomatik yurish refleksini bilish uchun. Undan keyin qo'yish mumkin emas. 2 oylik bola faqat qorniga yotishi va qorniga yotganda boshini ko'tara olishi kerak. Bo'ldi, boshqa narsa qilish kerak emas. Ko'pchilik ota-onalar hali tayyor bo'lmagan bolani oyog'iga qo'yish natijasida oyog'ini qichaytirib yuborishadi. Ya'ni hali tayyor emas, suyagi tayyor emas, mushaklari rivojlanmagan. Bola emaklamaydi umuman. Ko'pchilik oyog'iga qo'yib qo'yadi. Bu juda ham katta xato. Bola o'zi emaklab, bola o'tirishni boshlagandan keyin, yaxshi emaklab olgandan keyin, oyoq hamda bel mushaklari kuchga to'lgandan keyin o'zi mustaqil ravishda turib, yurishga harakat qiladi. Tasavvur qiling, ko'chat ekdingiz. Ko'chatingiz yaxshi gullab, yaxshi hosil berdi. Hosili kattalashish natijasida shoxlari egilib, sinishni boshladi. Nimaga sinyapti? Ko'chat nozik bo'lganligi uchun, hali baquvvat bo'lmaganligi sababli o'z hosilini ko'tara olmayapti. Bolani vaqtidan ilgari oyog'iga qo'yish ham xuddi shunaqa natijalarga olib keladi. Ya'ni oyoqlarda, bellarda qiyshayishlarni keltirib chiqarishi mumkin.